Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz yetkazib berish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash degani nimani anglatadi? Kimning qarzi chiqib qolishi mumkin? Kim esa ortiqcha va'ma qilmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir xonadonga taalluqli, chunki gaz hisobi noto'g'ri yuritilsa, ertaga sizga falon so'm qarzingiz bor degan xabar kelishi mumkin. Ayniqsa uyda pensioner, yolg'iz qariya. Nogironligi bo'lgan shaxs yoki ijtimoiy yordam oluvchi oila bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rish juda zarur. Men bugun sizga oddiy tilda mutaxassis sifatida tushuntiraman. Bepul degan gap qayerdan chiqadi? Aslida qanday imtiyozlar bo'lishi mumkin? Qayta hisoblash qanday qilinadi? 2026 yilda nimalarga tayyor turish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Keyin esa odamlar hujjat ko'tarib idora yurishga majbur bo'ladi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga gaz yetkazib berish to'liq bepulmi? Ko'p hollarda javob yo'q, gazning o'zi ham. Uni iste'mol qilish ham avtomatik ravishda hamma pensionerlar uchun bepul bo'lib qolmaydi. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Mana shu ikki narsani odamlar ko'pincha adashtirib yuboradi. Pensionerman, demak gaz bepul bo'lishi kerak degan tushuncha amalda har doim ham to'g'ri emas. Pensiya yoshida bo'lishning o'zi gaz uchun to'lovdan ozod qiladi degan umumiy qoida mavjud deb o'ylash xato. Boshqa tomondan hech qanday imtiyoz yo'q, hamma bir xil to'lay deyish ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki mahalliy ijtimoiy himoya tizimi, kam ta'minlanganlik, nogironlik, yolg'iz yashash holati, uy-joy sharoiti, oiladagi daromad, ro'yxatda turgan shaxslar soni kabi omillar hisobga olinishi mumkin. Oldin ko'p joylarda hisob kitoblar eski usulda yuritilgan. Kimdir hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermagan, kimningdir hisoblagichi ishlamagan. Ayrim xonadonlarda me'yor bo'yicha hisoblangan, ayrim joylarda esa to'lov qilindi, lekin tizimga kech tushdi. Natijada odamlar men to'laganman-ku deydi. Gaz tashkiloti esa tizimda qarz ko'rinayapti deydi. Ayniqsa yoshi katta insonlar cheklarni saqlamasligi, mobil ilovadan foydalana olmasligi yoki farzandlari orqali to'lov qilishi sababli keyin aniqlik kiritish qiyinlashadi. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundan iboratki, davlat xizmatlari, gaz ta'minoti tashkilotlari va hisob-kitob tizimlari tobora raqamlashtirilmoqda. Ya'ni har bir xonadon bo'yicha iste'mol, to'lov, qarzdorlik, hisoblagich ko'rsatkichi abonent ma'lumotlari bazada ko'rinadi. Raqamlashtirish yaxshi tomoni shuki, adolatli hisob-kitob qilish imkoniyati oshadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Eski xatolar, noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar, vaqtida yangilanmagan abonent kartalari birdaniga yuzaga chiqishi mumkin. 2026 yilda qayta hisoblash deganda odamlar ko'pincha hammaning eski gaz puli qaytadan hisoblanadi, katta qarz yoziladi deb qo'rqadi. Aslida qayta hisoblash turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Hisoblagich ko'rsatkichlari bilan tizimdagi raqamlar mos kelmasa, abonent noto'g'ri tarifda hisoblangan bo'lsa, imtiyoz noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, gaz sarfi me'yor bo'yicha noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yoki to'lovlar bazaga to'liq tushmagan bo'lsa. Shuning uchun har bir xonadon o'z holatini tekshirishi kerak. Asosiy qism 1. Kim nimani bilishi kerak, kim xavotir olsin, kim ortiqcha qo'rqmasin. Men birinchi navbatda 3 ta toifani ajratib tushuntiraman. Birinchi toifa, uyda gaz hisoblagichi bor, ko'rsatkichlar muntazam kiritilgan, to'lovlar vaqtida qilingan, chek va kvitansiyalar saqlangan xonadonlar. Bu odamlar odatda katta xavotirga tushmasligi mumkin. Agar hisoblagich real ishlagan bo'lsa, ko'rsatkichlar to'g'ri olingan bo'lsa va to'lovlar tizimda aks etgan bo'lsa, qayta hisoblashdan qo'rqish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak, chunki bitta noto'g'ri raqam ham keyin muammo tug'diradi. Ikkinchi toifa, uyda qariya yashaydi. Gaz to'lovini farzandlari, qo'shnisi yoki qarindoshlari qilib bergan. Lekin cheklarni hech kim saqlamagan. Mana shu toifa ehtiyot bo'lish kerak. Misol uchun 7 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Har oy o'g'li payme, klik yoki bank orqali gaz pulini to'lab turadi. Lekin abonent raqami bir marta noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki eski abonent hisobiga to'langan bo'lsa, tizimda boshqa xonadonga tushgan bo'lishi mumkin. Onaxon esa mening bolam to'lab yuribdi deb o'ylaydi. 2 yil o'tgach, gaz tashkiloti sizda qarz bor desa, isbotlash uchun to'lov tarixini topish kerak bo'ladi. Uchinchi toifa, hisoblagichsiz, nosoz hisoblagich bilan yoki me'yor bo'yicha hisoblanib kelayotgan xonadonlar. Mana bu joyda qayta hisoblash xavfi ko'proq.
Chunki gaz iste'moli real ko'rsatkich asosida emas, belgilangan me'yor asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar keyin tekshiruvda uyda yashovchilar soni, isitish maydoni, gaz uskunalari, hisoblagich holati bo'yicha farq chiqsa, qayta hisob-kitob paydo bo'ladi. Endi qariyalarga bepul degan mavzuni aniqroq ochaman. Agar qariya yolg'iz yashasa, kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsa, nogironligi bo'lsa yoki ijtimoiy reyestr orqali yordam olsa, ayrim kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki yordam olishi mumkin. Lekin bu yordam ko'pincha avtomatik gaz 0 so'm degani emas. Masalan, davlat yoki mahalla orqali ma'lum miqdorda pul yordam beriladi yoki ayrim to'lovlar uchun kompensatsiya ajratiladi. Shunda ham gaz tashkiloti oldidagi hisob alohida yuritiladi. Agar kompensatsiya berilgan pul boshqa maqsadga ishlatilsa, gaz qarzi baribir abonent nomida qoladi. Oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi yetim yoshli otaxonning pensiyasi 1.200 ming so'm. U yolg'iz yashaydi. Qishda gaz sarfi oshadi. Chunki uy isitiladi, ovqat pishiriladi, suv isitiladi. Uyga gaz uchun bittaqasi 1000 so'm chiqdi deylik. Agar otaxon ijtimoiy yordamga murojaat qilmagan bo'lsa, faqat yoshi katta bo'lgani uchun bu summa avtomatik o'chirib tashlanmaydi. U o'z vaqtida to'lashi kerak. Agar mahalla orqali kam ta'minlangan sifatida ro'yxatga olinib, kommunal xarajatlar uchun yordam ajratilsa, unda bu yordam gaz to'loviga yo'naltirilishi mumkin. Farq shunda, bepul gaz emas, balki yordam mexanizmi. Yana bir misol. Uyda 82 yoshli bu yashaydi, lekin u xonadonda 3 ta voyaga yetgan farzand ham ro'yxatda turadi. Farzandlar boshqa joyda ishlaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Tizimda esa xonadonda 4 kishi ko'rinadi. Agar ijtimoiy yordam yoki imtiyoz arizasida oilaning tarkibi, daromadi va ro'yxatda turganlar hisobga olinsa, buvining men yolg'izman degan gapi hujjat bo'yicha tasdiqlanmasligi mumkin. Shu sababli imtiyoz rad etilishi yoki noto'g'ri hisob-kitob bo'lishi mumkin. Demak, hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat mos bo'lishi juda muhim. Yana bitta raqamli vaziyatni olaylik. Abonent 2024 yilda har oy 100 ming so'mdan gazga to'lagan, yiliga 1.200 ming so'm bo'ladi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichlari tizimga 3 oy kiritilmagan. Keyin gaz xodimi kelib real ko'rsatkichni yozdi va ma'lum bo'ldiki, amaldagi iste'mol bo'yicha yana 1.2 ming so'm farq bor. Abonent men har oy to'laganman deydi. Ha, to'lagan, lekin to'lov avans yoki taxminiy bo'lgan. Real ko'rsatkich esa boshqacha chiqqan. Qayta hisoblash ana shunday vaziyatda paydo bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, bir necha yildan beri abonent ma'lumotlarini tekshirmaganlar. Ikkinchidan, hisoblagichi eskirgan, plombasi buzilgan yoki ko'rsatkich o'qilmaydiganlar. Uchinchidan, gaz me'yor bo'yicha to'lab net kelayotganlar. To'rtinchidan, menga imtiyoz bor deb o'ylab, lekin buni tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lmaganlar. Beshinchidan, uyda qariya yashasa ham abonent nomi vafot etgan odamda qolib ketgan xonadonlar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Masalan, uy egasi 2019 yilda vafot etgan. Gaz abonenti hali ham uning nomida. Uyda esa uning turmush o'rtog'i yoki farzandi yashaydi. To'lovlar qilinadi, lekin hujjat yangilanmagan. Keyin imtiyoz olish kerak bo'lsa yoki abonent kim degan savol chiqadi. Marhum nomidagi hisob bo'yicha ariza berish, imtiyoz rasmiylashtirish, nizoni hal qilish qiyinlashadi. Shuning uchun abonent ma'lumotlarini meros, egalik huquqi yoki yashash holatiga moslashtirish zarur. Kim ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Agar sizda hisoblagich soz bo'lsa, har oy ko'rsatkichini suratga olib qo'ysangiz, to'lovni abonent raqami bo'yicha to'g'ri amalga oshirsangiz, elektron cheklaringiz saqlansa, shaxsiy kabinetda qarzdorlikni tekshirib tursangiz, sizning holatingiz ancha xavfsiz. Lekin menda hammasi joyida deb umuman tekshirmaslik ham noto'g'ri. Chunki xatolar odam xohlamagan joydan chiqadi. Bitta 0 ortiqcha yoziladi, ko'rsatkich o'rniga boshqa raqam kiritiladi. To'lov boshqa abonentga ketadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq pensioner maqomi bilan imtiyozli toifa maqomini adashtirish. Har bir pensioner avtomatik imtiyozli abonent bo'lib qolmaydi. Imtiyozli toifa bo'lish uchun qonunchilikda yoki ijtimoiy himoya tartibida aniq mezon bo'lishi kerak. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz keksalar ro'yxati, kam ta'minlangan oila, ijtimoiy reyestrda turish mahalla tavsiyasi, tegishli organ qarori kabi omillar talab qilinishi mumkin. Faqat pasportdagi tug'ilgan sana yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi tuzoq, imtiyoz bor deb og'zaki aytilgani, lekin tizimda aks etmagan bo'lishi. Mahallada kimdir sizga yordam chiqadi degan bo'lishi mumkin.
Lekin gaz tashkilotining billing tizimida bu ko'rinmasa, hisob-kitob odatdagi tartibda davom etadi. Shuning uchun har qanday imtiyoz yozma hujjat, ariza, ro'yxat yoki elektron tasdiq bilan mustahkamlanishi kerak. Menga falonchi aytgan degan gap nizoda kuchli dalil bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat kompensatsiya bilan qarzni o'chirish boshqa narsa. Ba'zi holatda davlat tomonidan pul yordami fuqaroning plastik kartasiga tushadi. Fuqaro bu pulni oziq-ovqatga sarflab yuboradi. Keyin gazdan qarz qoladi. U axir menga yordam berilgan edi deydi. Yordam berilgan, lekin gaz hisobiga to'lov amalga oshirilmagan bo'lsa, qarzdorlik saqlanadi. Shuning uchun kommunal yordam olgan odam birinchi navbatda aynan gaz, elektr, suv to'lovlarini yopishi kerak. 4-tuzoq, hisoblagich ko'rsatkichini aytmay yurish. Ko'pchilik baribir kelib o'zlari ko'radi deydi. Lekin har oy ko'rsatkichni o'zingiz ham nazorat qilmasangiz, keyin katta farq chiqadi. Masalan, noyabrda hisoblagich 12500 kub metr ko'rsatgan. Dekabrda 12900 bo'lgan. Yanvarda 12600 bo'lgan. Agar tizimda hali ham 12500 turib qolsa, fevralda birdan 14000 kiritilganda katta iste'mol bir oyga yozilib ketishi mumkin. Bu tarif limit yoki ijtimoiy me'yor bo'yicha qo'shimcha savollar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har oy suratga olish juda foydali. 5-nozik jihat, xonadonda yashovchilar soni. Agar gaz hisoblagichsiz me'yor bo'yicha hisoblanayotgan bo'lsa, ro'yxatda turgan odamlar soni yoki amalda yashovchilar soni ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bir odam yashaydigan uy bilan 5 odam yashaydigan uy bir xil sarflamaydi. Agar hujjatlarda 5 kishi ko'rinib, amalda faqat qariya yashasa, buni hujjat bilan tartibga keltirish kerak. Aks holda me'yoriy hisob-kitob yuqori chiqishi mumkin. 6-nozik jihat, isitish maydoni va gaz uskunalari. Ba'zi uyda faqat gaz plita bor, ba'zilarida gaz kolonkasi, gaz qozoni isitish tizimi bor. Agar tizimda sizning uyingizda mavjud bo'lmagan uskuna qayd etilgan bo'lsa, hisob noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, amalda gaz qozoni ishlatiladi, lekin hujjatda ko'rsatilmagan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, qayta hisob-kitob yoki jarima masalasi chiqishi mumkin. Men doim aytaman, uyda nima ishlatilsa, hujjatda ham shu to'g'ri aks etishi kerak. 7-tuzoq, qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini so'ramaslik. Ayrim odamlar katta qarz chiqsa, qo'rqib umuman gaz idorasiga bormaydi. Bu eng yomon yo'l. Chunki qarz o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Ustiga cheklov, ogohlantirish, sudga berish yoki ta'minotni uzish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Agar siz rostdan ham to'lay olmasangiz, ariza bilan murojaat qilib, qarzni bo'lib to'lash jadvalini so'rash kerak. Ayniqsa qariya kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shish muhim. 8-nozik jihat, eski cheklarning ahamiyati. Ko'pchilik qog'oz chekni tashlab yuboradi. Telefon almashtirilsa, elektron tarix ham yo'qoladi. Lekin kommunal to'lovlarda chek sizning qalqoningiz. Agar 2023, 2024, 2025 yillarda to'lagan bo'lsangiz, imkon qadar bank ilovasidan tarixni yuklab oling, screenshot qiling, PDF ko'rinishida saqlang. Hatto farzandingizning telefoniga yoki elektron pochtaga yuboring. Qariya uyda bitta papka bo'lsin. Gaz, elektr, suv, chiqindi to'lovlari alohida saqlansin. Bu oddiy ish, lekin kelajakda katta asabni saqlab qoladi. 9-jihat, qayta hisoblash har doim ham sizga zarar emas. Ba'zida qayta hisoblash natijasida ortiqcha to'lov ham aniqlanishi mumkin. Masalan, siz me'yor bo'yicha ko'proq to'lab kelgansiz, lekin real iste'mol kam bo'lgan. Yoki biror davrda noto'g'ri tarif qo'llangan, yoki to'lov boshqa oyning qarziga noto'g'ri yopilgan. Bunday holatda abonent foydasiga qayta hisoblash bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun maqsad vahima emas, aniqlik. Endi eng kerakli qism, hoziroq nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, abonent raqamingizni aniqlang. Gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqami qaysi ekanini yozib qo'ying. Bu raqam chekda to'lov ilovasida yoki gaz tashkiloti ma'lumotnomasida bo'ladi. Ko'pchilik bir nechta kommunal raqamlarni adashtiradi. Gaz alohida, elektr alohida, suv alohida. Xato raqamga to'lov qilish keyin eng katta muammolardan biri bo'ladi. Ikkinchi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Buni gaz ta'minoti tashkilotining mijozlar bo'limi, rasmiy ilova, to'lov tizimlari yoki davlat xizmatlari orqali tekshirish mumkin. Agar siz texnikadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin parol, karta kodi, SMS tasdiqlash kodlarini begona odamga bermang. 3-qadam, hisoblagich ko'rsatkichini bugunoq suratga oling. Suratga olishda raqamlar aniq ko'rinsin, sana ham ma'lum bo'lsin.
Agar imkon bo'lsa, har oyning bir xil kunida suratga oling. Masalan, har oyning 25 kuni. Shunda sizda iste'mol dinamikasi bo'ladi. Qishda qancha, yozda qancha sarflanayotganini ko'rasiz. 4-qadam hisoblagichning plombasini, holatini tekshiring. Plomba uzilgan, hisoblagich oynasi singan, raqamlar aylanmayotgan yoki g'alati ovoz chiqayotgan bo'lsa, o'z boshimchalik bilan tegmang. Darhol gaz tashkilotiga yozma yoki elektron murojaat qiling. Hisoblagich nosozligi bo'yicha tekshirish va dalolatnoma tuzishni so'rayman deb yozing. Muhimi murojaat ishsiz qolmasin. Ariza raqami qabul qilingan sana kim qabul qilgani bo'lsin. 5-qadam. Imtiyoz yoki yordamga haqli bo'lishingiz mumkinligini tekshiring. Agar uyda yolg'iz qariya bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, pensiya juda kam bo'lsa, oila kam ta'minlangan bo'lsa, mahallaga. Ijtimoiy himoya organlariga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kommunal to'lovlar bo'yicha yordam yoki kompensatsiya olish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb so'rang. Faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjatlar kerakligini yozdirib oling. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqida ma'lumot. Nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, uning nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, uy-joy hujjatlari, kommunal to'lovlar bo'yicha abonent raqami, qarzdorlik yoki to'lov holati haqida ma'lumot. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ro'yxatni joyida aniqlash kerak. 6-qadam abonent nomini tekshiring. Gaz hisob varag'i kimning nomida? Agar u marhum ota-ona, bobo yoki buvi nomida qolib ketgan bo'lsa, bu masalani cho'zmaslik kerak. Uy hujjatlari, meros hujjatlari, kadastr, pasport va boshqa kerakli hujjatlar bilan abonentning amaldagi egasi yoki foydalanuvchisi nomiga rasmiylashtirish kerak. Bu nafaqat gaz uchun, balki kelajakdagi har qanday nizolar uchun muhim. 7-qadam. Agar qarz chiqsa, darhol yozma izoh so'rang. Gaz tashkilotiga borib, qarzdorlik qaysi davr uchun, qaysi ko'rsatkich asosida, qaysi tarix bo'yicha hisoblangan, oldingi to'lovlar qanday yopilgan, batafsil hisob kitobini berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Og'zaki qarzingiz bor degan gap yetarli emas. Sizga davrlar bo'yicha hisob kitob kerak. Oyma-oy iste'mol, tarif to'lov qoldiq. 8-qadam, agar to'laganingiz ko'rinmasa, cheklarni tiklang. Qaysi bank yoki to'lov ilovasi orqali to'lagan bo'lsangiz, o'sha yerdan to'lov tarixini oling. Bankka murojaat qiling. Ilovadan kvitansiyani yuklab oling. SMS tarixini ko'ring. Agar to'lov boshqa abonentga ketgan bo'lsa, uni tuzatish uchun ariza berish kerak bo'ladi. Bu jarayonda to'lov sanasi, summa, abonent raqami, tranzaksiya raqami juda muhim. 9-qadam. Katta qarz bo'lsa, bo'lib to'lashni so'rang. Arizada ijtimoiy holatimni inobatga olib, mavjud qarzdorlikni bo'lib to'lash jadvalini tuzib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qariya bo'lsa, pensiya miqdorini, dori-darmon xarajatlarini, yolg'iz yashash holatini ko'rsatish foydali. Bu qarzni bekor qiladi degani emas, lekin muammoni sivilizatsiyali hal qilishga yordam beradi. 10-qadam. Har oy oilaviy nazorat tizimini yarating. Agar qariya ota-onangiz alohida yashasa, har oy bir marta borib, gaz hisoblagichini suratga oling. Qarzdorlikni tekshiring, to'lovni amalga oshiring, chekni saqlang. Buni og'ir ish deb o'ylamang. Oyiga 10 daqiqa vaqt, lekin keyin millionlab so'mlik nizoni oldini olishi mumkin. Men yana bir maslahat beraman, qariya odamga siz tushunmaysiz deb qo'pol muomala qilmang. Ko'p holatda ular kommunal tizim o'zgarganini, raqamli to'lovlar qanday ishlashini bilmasligi mumkin. Ular uchun qog'oz kvitansiya, nazoratchining kelishi, kassaga borib to'lash odatiy bo'lgan. Hozir esa ilova, QR, abonent raqami, shaxsiy kabinet, elektron chek degan tushunchalar bor. Shuning uchun farzandlar va nabiralar yordam berishi kerak. Agar sizning fikringizcha hisob noto'g'ri bo'lsa, darhol janjal qilishdan foyda yo'q. Dalil bilan boring. Hisoblagich suratlari, chek, ariza nusxasi, avvalgi ko'rsatkichlar, uyda yashovchilar bo'yicha hujjatlar bo'lsin. Har bir murojaatni 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirasiz. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu juda muhim. 2026 yilga tayyorgarlik nuqtai nazaridan men barcha tomoshabinlarga shuni tavsiya qilaman. 2024 va 2025 yillardagi gaz to'lovlaringizni, hisoblagich ko'rsatkichlaringizni, qarzdorlik holatingizni hozirdan tartibga keltiring. Chunki qayta hisoblash bo'lsa, eng kuchli himoya bu tartibli hujjat. Menimcha to'laganman emas, balki mana chek, mana sana, mana summa.
mana abonent raqami deyish kerak. Yana bir holat, agar uy sotib olgan bo'lsangiz yoki ijaraga ko'chib kirgan bo'lsangiz, eski qarz kimga tegishli ekanini aniqlang. Uy olganda faqat kadastrni emas, kommunal qarzlarni ham tekshirish kerak. Aks holda oldingi egadan qolgan gaz qarzi bo'yicha kelajakda nizo chiqishi mumkin. Ijara holatida esa shartnomada kommunal to'lovlarni kim to'lashi aniq yozilishi kerak. Qariya ijaraga uy bergan bo'lsa, ijarachi gazni ishlatib to'lamay ketishi ham mumkin. Bunday vaziyatda abonent nomi egasida bo'lsa, muammo egasiga keladi. Xulosa shuki, qariyalarga gaz avtomatik ravishda hamma joyda bepul bo'ladi degan gapga ishonib qolmang. Imtiyoz, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin, lekin u hujjat bilan rasmiylashtirilishi va tizimda aks etishi kerak. 2026 yilda qayta hisoblash masalasi chiqsa, eng katta xavf hujjati tartibsiz, hisoblagichi nazoratsiz, to'lov cheklari saqlanmagan va abonent ma'lumotlari yangilanmagan xonadonlarda bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq gaz abonent raqamingizni tekshiring, qarzdorlikni aniqlang, hisoblagichni suratga oling, cheklarni saqlang. Qariyalaringizning imtiyoz huquqini mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali tekshirtiring. Agar qarz chiqsa, qo'rqmang, lekin befarq ham bo'lmang. Yozma hisob-kitob so'rang, dalillarni yig'ing, kerak bo'lsa bo'lib to'lashni rasmiylashtiring. Sizning xonadoningizda qariya bormi? Gaz bo'yicha qarz yoki qayta hisoblash muammosiga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rgan video bir oilani ortiqcha qarz, asab va sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.